5 yoshli qizda angina mana shu darajada bo'lib ketgan. Tomoni hajm jihatidan ham yopib qo'ygan va surunkali shakliga o'tib, qonga infeksiyani tarqatgan bu. Hozirgi bemorimiz 5 yoshda, lekin 5 yosh bo'lishiga qaramasdan adenoid juda ham katta, anginalari juda ham kattalashib ketgan, umuman nafas olishga joy yo'q. Yuz-jaq sistemasida ham o'zgarishlar aniqlanadi va anginasi Hranskit, ya'ni surunkali shakliga o'tgan. Mana ko'rishingiz mumkin anginani holatini. Juda ham katta, surunkali tanzilit rivojlangan. Mana hamon ustiga adenoid ham juda katta mana. Umuman bola nafas olmaydi. Hattoki nafaqat uxlaganda huriyotadi. Kunduz kuni yurgan paytda ham doim og'zidan hansirab nafas oladi. Mana operatsiyamiz juda ham yaxshi o'tdi. Xudo xolasa mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu juda ham katta adenoid bor edi. To'liq olib tashaldi, nafas yo'li to'liq ochildi xudo xolasa. Va bir vaqt o'zida mana anginalari ham olindi. Oldingi orqa ravoqlar hammasi saqlangan. Mana qonash alomatlari yo'q. Kapsulasi bilan chiroyli qilib olib tashaldi ikki tarafda. Juda ham yaxshi bo'ldi operatsiyamiz xudo xolasa.